Nega planlashtirmayotgandingiz bolani? Birinchi bolam serca qolib qolganda, shunga operatsiya qilishimiz kerak, hali operatsiya bo'lmagan. O'zimga aytuvdi-da, endi bola bo'lsin. Yaxshi qarang, buncha yaxshi qarab operatsiyadan o'tsandan keyin. Qisqasi hozir sizga bola sal ortiqcharoq bo'lganda. Yo'q, ortiqcha emas. Endi xalaqit bergan bo'lardi menimcha, to'g'rimi? Bola berimli bo'lsa. Homiladorsiz, matkangiz ichida, yaxshi. Bolang 6 haftagacha rivojlangan. Keyin yuragi to'xtabdi lekin. Undan keyin o'smagan. O'sha sizda ozgina qonli ajralma keldi dedingiz-ku?